Biologik membranalar tirik hujayraning eng muhim tuzilmalaridan biri bo'lib, hujayrani tashqi muhitdan ajratib turadi va uni ichki muhit barqarorligini saqlaydi. Membrana hujayrani himoyalaydi, moddalarning kirishi va chiqishini boshqaradi hamda hujayraning normal faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Hamma tirik organizmlarda hujayra membranasi mavjud bo'lib, undan tashqari yadro, mitoxondriya, endoplazmatik to'r va lizosomalar ham membrana bilan o'ralgan bo'ladi. Biologik membrana asosan fosfolipidlar va oqsillardan tashkil topgan. Fosfolipidlar ikki qavat bo'lib joylashib, membrananing asosiy tuzilmasini hosil qiladi. Oqsillar esa moddalar tashish, fermentativ jarayonlar va signal qabul qilishda ishtirok etadi. Membranalarda uglevodlar moddalarni tanib olishga yordam beradi. Xolesterin esa membranani mustahkamligini saqlaydi. Shu tuzilishi tufayli membrana yarim o'tkazuvchi, ya'ni ayrim moddalarni o'tkazib, ayrimlarini o'tkazmaydi. Hujayra membranasi orqali moddalar o'tishi passiv va faol transport orqali amalga oshadi. Passiv transport energiya sarflamaydi va modda ko'p joydan kam joyga qarab harakatlanadi. Passiv transportning eng asosiy turi diffuziya bo'lib, bunda kislorod va karbonat angidrid kabi gazlar membrana orqali erkin o'tadi. Passiv transportning yana bir turi osonlashtirilgan diffuziya bo'lib, bunda moddaning maxsus oqsil kanallari orqali o'tadi. Masalan, glyukoza va aminokislotalar hujayraga shu yo'l bilan kiradi. Osmos esa suvni yarim o'tkazuvchan membrana orqali harakatlanishi bo'lib, suv kam konsentratsiyali muhitdan ko'p konsentratsiyali muhitga qarab harakatlanadi. Faol transport esa aktiv energiyasini sarflaydi va moddalar kam joydan ko'p joyga, ya'ni konsentratsiyasiga qarshi yo'nalishga o'tadi. Faol transport maxsus oqsillar yordamida amalga oshadi. Bunga eng yaxshi misol natriy kaliy nasosi bo'lib, u hujayra ichiga natriy ionlarini tashqaridan esa kaliy ionlarini hujayra ichiga o'tkazadi. Bu jarayon nerv impulslarining uzatilishi va hujayraning elektr muvozanatini saqlash uchun juda muhimdir. Modda membrana orqali yana ikki xil yo'l bilan o'tishi mumkin: endositoz va eksositoz. Endositoz moddani hujayra ichiga pufakchalar hosil qilib kirishidir. Endositozning ikkinchi turi mavjud, fagositoz. Bunda qattiq moddalar hujayra ichiga kiradi va pinositoz esa bunda suyuq moddalar hujayra ichiga olinadi. Eksositoz esa aksincha moddani hujayradan tashqariga pufakchalar orqali chiqarish jarayonidir. Masalan, gormonlar va fermentlar hujayradan eksositoz orqali chiqariladi. Xulosa qilib aytganda, biologik membranalar hujayraning hayoti uchun juda muhim tuzilma hisoblanadi. Ular hujayrani himoyalaydi, moddalar almashinuvini boshqaradi va hujayraning ichki muhit doimiyligini saqlab turadi. Moddalar esa membrana orqali passiv transport, faol transport, endositoz va eksositoz yo'llari bilan o'tadi. Aynan shu jarayonlar tufayli hujayra tirik moddalar faoliyat yuritadi.